Xo'sh, Rimda ishga joylashdingiz, gladiator bo'lib. Yaxshi ish aslida, faqat bir necha minuslari bor. Shartnomani o'qib chiqing, to'liq. Ichida yozilgan: kuydirishga, bog'lashga, urishga roziman. Odatda bunaqa joyni hech kim o'qimaydi, shuning uchun siz o'qing. Ovqat yaxshi, kuniga 3 mahal. Arpa va loviya. Faqat arpa va loviya, boshqa hech narsa. Ikkinchi haftada loviyani ko'rgingiz kelmaydi. 4-hafta tushingizga kiradi. Faqat haftali yotib tursan, oylab, yillab mana shu narsani yeb ketaverasiz. Va bitta narsa, u yerda sizni ataylab semirtirishadi. Yo'q, bu qayg'urish emas, yog' qatlami himoya qiladi. Jarohat qoniydi, ko'rinishi dahshatli, lekin jiddiy emas. Ya'ni bu yerda qorin bu ish kiyimi. Endi ish sharoiti haqida. Yozga ochiq havoda, quyosh ostida 50 ming odam qarab turadi. Agar odam ko'p bo'lganda asabiylashadigan bo'lsangiz, bu sizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Shlem masalasi. Ba'zilarga shlem berilmaydi, sababi tomoshabin yuzingizni ko'rishi kerak. Bu qulay emas, lekin marketing shunaqa ishlaydi. Shifokoringiz bo'lsa juda zo'r. Rimning eng yaxshi jarrohlari shu yerda, chunki xo'jayin sizga pul to'lagan. Investitsiya qilgan, ya'ni u sizni emas, o'zini investitsiyasini asraydi. Lekin natijasi baribir siz uchun yaxshi. Pluslardan bittasi qo'shimcha daromad ham bor. Siz trenovka qilib yurgan paytingiz, terlagan paytingiz o'sha teringizni shishachalarga yig'ib, o'shani sotishadi kosmetik sifatida. Rim ayollari yuziga suradi. Buni tushuntirib bera olmayman. Va tashqarida sizni yaxshi ko'rishadi. Devorlarga ismingizni yozishadi. Ya'ni siz mashhursiz, lekin ovqatingiz baribir loviya bo'lib qolaveradi. Bu o'zgarmaydigan narsa. Ishdan chiqish bu ozgina masala. O'z xoshingiz bilan zaявление yozib ketavera olmaysiz. Bu yerda ikkita variant bor. Birinchisi o'lguncha ishlaysiz. Ikkinchisi investitsiyani narimanday qoplab bersangiz, o'zlik ruxsat berib yuborishadi ketishingizga.